أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bolsa Durusul Balagha namlıq balagat fasahat sahasiga yanada qadam algan o'quvchilar uchun tayyorlangan bu kitobchining Ilmul Bayan degan bölümü keldik. Biz oldingi darslarimizda Ilmul Maani bölümünü o'qib o'tgan edik. Endi bugun kelgan darsimiz bo'lsa Ilmul Bayan. Endi bu Ilmul Bayan degan gap oldi bilan biz Ilmul Bayan bilan qisqacha tanishdik. Ilmul Bayan degan gap burunqi ilgirki olimlarniki, ilgirki tilshunos, mufassir, adabiyot olimlariniki atalg'usida Ilmul Bayan deb ataydi. Umumiy balag'at sohasini Ilmul Maani, Ilmul Bayan, Ilmul Badiatul ibadat balag'at sohasini Ilmul Bayan deb ataydi. An keyingi istiloh, keyingi to'xtalgan istiloh bo'lsa balag'a deb ataldi. Endi Ilmul Bayan degan hamda shu hozirgi mushu sahobichilik aytganda Ilmul Bayan degan gap desanglar. Ilmul Bayan degan o'xshash bo'lgan bir ma'noni texmi uchiq ifodalash uchun o'xshamagan yo'llar bilan ifodalash. Bir ma'no, o'xshash bir ma'noni o'xshamagan yo'llar bilan ifodalash. Ilmul Maani bundan dal aksicha. Ilmul Maani aksicha. Qanday Ilmul Maani yani bir ma'nodan o'xshamagan ma'nolarning chiqishi. Yani bir so'zdan o'xshamagan necha xil ma'nolarning chiqishi. Ya'ni men muxotabga bir foydani berish uchun o'xshamagan vositalarni o'xshamagan vositalar orqali, yo'llar orqali bir ma'noni bildirishimni deb ataladi. Ilmul Bayan deb ataladi. Bir ma'nodan o'xshamagan bir qancha ma'nolarning chiqishini deb ataladi. Ilmu al-Maani deb ataladi. Endi bu yerdagi Ilmul Bayan deganda musannif undaq tushundirmay boshqa tushuntirdi. Nimishqa? Chunki maktabning saviyasi eng birinchisi tuvan saviya. Unda bog'liq uchun boshqalarni tushunmay qoldi deb taxim oddiylashtirib tushundiganda deydiki Ilmul Bayan degan al-bayanu ilmun yubhasu fihi anit tashbihi vel majaz vel kinaya deb tushundi, ta'rifladi. Ya'ni bayan degan buningda tashbih, majaz ve kinayelerden yani tashbih, majaz, kinayedan ibaret bu cho'ng tür nima cho'ng turda tadqiqot elib beriladigan, shu cho'ng turda izlaniladigan, bahs elib beriladigan bir ilmdir deb atadi. Ama birinchi sharhni qarasam, muhim bo'lgan bir ta'liqot emas. Ta'liqda musannif o'zi qildiki, va qad araful bayan balag'at ulamolari bayonni mundaq tunishtirdi ham. Nima deb bi annahu qawaidu yu'rafu biha iradul ma'na al-wahidi bi turuqin mukhtalifatin fi wuduh ad-dalalati alayhi. Ya'ni bayan deganda balag'at ulamolari yana bir xil shaklda ta'riflab aytganki, balag'at deganimiz, ya'ni buni bayan deganimiz bir ma'noni texmi ro'shan, ma'noni texmi aniq uchuq ifodalash uchun o'xshamagan yo'llar bilan keltirish degan bo'ladi. Masalan, ta'biri anil karam masalan. Biz karam, mardlik degan bir uqumni ifodalamoqchi bo'lsak, bir iborati tashbih iboratlari bilan, majaz iboratlari bilan va kinoya iboratlari bilan masalan, karam demoqchi bo'lsak, tashbih masalasida Zaydun kal bahr deb qo'yamiz masalan. Zaydun kal bahr fil karam. Zayd xuddi dengizning suyiga qo'ygandek, Zaydniki saxovati va jiq deb tashbih bilan ifodalaydi bir ma'noni, karam degan ma'no. Masalan, kinoyalar ifodalamoqchi bo'lsak qanday ifodalaymiz? Masalan, Zaydun kinoyalar ifodalamoqchi bo'lsak, Zaydun kathirur rimat deb qo'yamiz. Zaydun kathirur rimat. Zaydning kuli ko'p. Kul degan ya'ni o'tqalgandan keyin qolgan narsa kul. Zaydning kuli ko'p deymiz. Zaydning saxiyligini ifodalamoqchi. Bu odamning kuli ko'p bo'lsa saxiy bo'lamdi. Qanday saxiy bo'ladi? Kinoya degan vosita bilan boramiz maqsadga. Zaydning kuli ko'p. Nimishqa deb so'raysiz. Nimishqa desangiz, chunki o'tni ko'p qolaydi. Nimishqa o'tni ko'p qolaydi? Chunki tomoqni ko'p yeydi. Nimishqa tomoqni ko'p yeydi? Chunki uyga mehmonlar ko'p keladi. Nimishqa mehmonlar ko'p keladi? Chunki Zayd saxiy, mard. Shuni bunda. Demak biz
o'xshamagan yo'llar bilan nima qilar ekanmiz? O'xshash bir ma'noni ifodalar ekanmiz. Mushuni nima ataladi ekan? Ilmul bayon deb ataladi. Xo'sh. Endi biz ilmul bayonniki birinchi bosqichdan boshlaymiz. At-tashbih. Asli tashbih, istiara, kinoya deganlar hammasiniki boshqalisi nima asli majoz. Shunaqmi? So'z degan asli ya haqiqat bo'ladi, ya majoz bo'ladi. So'z degan ya haqiqat so'z bo'ladi. Masalan, asad degan bir so'zim, shir degan so'z, vodiy lug'at bir yirtqich hayvon qo'ygan ism, shir. Endi ba'zida bir men nima odamni, jasoratli bir odamni tasvirlamoqchi bo'lsam, jasoratli bir odamning jasoratini ifodalamoqchi bo'lsam, qanday ifodalayman? Zaydun kal asadi. Zayd shu o'xshaydi deb Zaydniki jasoratni ifodalayman. Endi shu haqiqatdan aqlab o'taman. Zaydun asadun deb qo'ysam masalan. Haqiqatdan nima aqlab o'taman? Bir jasoratni ifodalash uchun. Mushuni deb ataladi, majoz deb ataladi. Ya'ni asli qo'yilganda uning uchun qo'yilmagan, ammo keyingi bir ma'lum sabablar qarina tufayli shunga ishlatilgan so'zni deb ataymiz, majoz ko'chma deymiz. Bu majozniki haqiqat bilan bo'lgan aloqasi agar o'xshashlik qilib qolsa, bunda ataladi tashbih. Yoki istiara, tashbih yoki istiara deb ataladi. Endi demak majoz asli majoz. Uningki tashbih, istiara. Kinoya degan gap bilan kinoya eshitishgan gap. Endi bizga texnologiya ayrim boshqa narsaga ko'z tushuntirdi. Biz shu musannifniki so'zi bo'yicha mangaydi. Demak, ilmi bayon degan tashbih, majoz, kinoya deganlarni so'zlaydigan bob yoki shu bo'lim degan da'vat etadi. Birinchi qilib tashbihni so'zlab o'tadi. At-tashbih. Tashbih degan ilhaq va amrin bi amrin. Bir ishni yana bir ishga qo'shish. Fi vasfin nimada qo'shish, bir sifatda qo'shish. Nima bilan qo'shish, bir odat, bir vosita bilan qo'shish. Nima uchun qo'shish? Lig'aradin degan bir g'araz uchun. Ham demak bizning bir ishni bir ishga qo'shish degan gapdan nima gap ma'lum bo'ldi? Tashbih degan yolg'iz mustaqil bir gap emas ekan. Mustasbih degan yolg'iz bir mustaqil gap emas ekan, balki bir ishga nisbat berilgan yeni bir ish ekan. Bir ishga maishga o'xshaydi deb bir ishni bir ishga qo'shqanlik bo'ladi ekan. Bi amrin, fi vasfin degan gapdan nima gap chiqdi? Fi vasf degan sifatni qo'shish degan gapdan zotni qo'shish degan gap chiqib ketadi. Zotni qo'shmaydi. Tashbih degandan buni ma'nosi zotga o'xshatmaymiz. Ma'no zoti ma'noga o'xshaydi degan gap chiqmaydi, balki mana sifati, bir sifatga o'xshaydi degan gap chiqadi. Bi adatin degan gap vosita bilan qo'shish degan gap hamda vosita qo'yini bilan bo'lsin, qo'yi labsi kelgan bo'lsin, qo'yi taqdiriy bo'lsin, cho'qim bir vosita bo'lish kerak. Ammo vosita bo'lmasa-chu. Vosita bo'lmagan chog'da vositadan o'xshatilgan gap vosita bo'lmay qolib qolsa, taqdir ham vosita bo'lmay qolib qolsa, bu nima bo'lib ketadi? Bu istiara bo'lib ketadi-da. Cho'qim taqdir ko'nglimizda tashbihda cho'qim vosita yo ka, masalan, ka degan vositadan bo'lish kerak. Ba. Balki hazf qilgan taqdim ko'nglimizda nima o'ylaymiz? Ba deb o'ylab ma'ni etamiz, aniqmi? Li-g'araz, cho'qim bir g'araz uchun bo'lish kerak, g'araz, bir mudda bo'lish kerak. Bakam o'xshatib qo'yilmaydi. Nimishqa? Chunki bu tashbih degan nima? Bir ixtiyoriy bir ish. Bir ishni biz ifodalashda o'xshatib ifodalasak bo'ladi, o'xshatmay ifodalasak bo'ladi. Demak, tampon, tarozining ikki pallasi tampon. Buni cho'qim bir besib tushirgan bir murajjih bo'lish kerak. At-tarjih bila murajjih ma muhal. Andin taroziniki ikki pallasining bir pallasi bakam besib ketishi mumkin emas. Cho'qim bir sabab bo'lish kerak. Buni bosadigan bir narsa bo'lish kerak. Bu bo'lsa g'araz, ya'ni bir g'araz bo'lish kerak o'xshatishda. Demak, bu g'arazni biz oxirgi 3-bobda so'zlaymiz. G'arazni, demak, musannif bizga 3 bobda so'zlaydi tashbihni. Bugun inshaalloh 2 bobni so'zlab olamiz, 1 bobni 2 haftada olamiz. Shu g'arazni oxirida so'zlaymiz inshaalloh. Cho'qim g'arazlar bor, bir tashbihning g'arazi bor. Bakam tashbih yo'q. Xo'sh. Val amru avvalan va ilhaq amrin bi amrindagi amr dedik ma, birinchi amr, bir ishni bir ishga o'xshatish dedik ma. Birinchi ish nima? Mushabbah deb ataladi. Mushabbah, ya'ni o'xshavchi. Va thani al-mushabbah bihi. Ikkinchisi mushabbah bihi deb ataladi, ya'ni o'xshatiluvchi. Ya'ni birinchisi o'xshaydigan narsa, ma'nosi falon narsa o'xshaydi. O'xshaydigan narsa. Ikkinchisi-chu o'xshatilgan narsa degan gap, ya'ni ma'nosini biz uni o'xshatdik. O'xshatilgan narsa. Mushabbah bihi deb ataladi. Val vasfu, amdu vasf
بيت في وصف dedik ما تقول لك تعرف ده وصف في وصف dedik مش وصف وجه الشبه وخشش اختلفه والأداة بأداة dedik ما وأداة ديجنا مثل شو ده كاف مثلا كاف أو نخشش أداة مثلا ممكن حرف بولش ممكن اسم بولش ممكن فعل بولش ممكن مثلا حرف بوغنا كأننا مثلا اسم بوغنا مثل مثلا نحو مثل مماثل مثلا فعل بوغنا شابه مثلا شنو يشبهه مثلا شغال أخششتر مثلا بعض fiiller adatlar yok haletimi okuştalar diyor. Kim gibi de cevap. Nahu mesela el-ilmu ken nuri fil hidayeti. İlim diyen hidayette yani yol başlaşta nurga okşaydı dedik. Mişede fel ilmu ilim diyen söz müşebbeh. Mişede. Ve nuru müşebbeh. Nur müşebbeh bih. Hidaye deme vecih şebbeh. Okşaştırıp. Ve kaf olsa okşuş vasıtası. Adat teşbih diyen yani okşuş vasıtası. Demek ما bildik. Muş en mühim olan yem şey. Muşun bildik. Avvalan ne biliriz gerek biraz Tunus'u görüşmemiz gerek. Ha birazdan onun Tunus'unu görüşmemiz gerek. Emdan dağındıkin teşbihke 3 tane mebhas. 3 mebhas alakadar buludu. Birinci mebhas, birinci izleniş tekşürüş buludu fi erkani. Teşbihinin erkanları hakkında. Teşbihinin 4 tane noktusu var. Mesela müşebbeh bih, adat teşbih ve şebeh. Teşbihin 2 erkanları hakkında. والثاني ikincisi teşbihin kısımları hakkında. Teşbih mufrad mu, mürekkep mu, teşbih belir mu, teşbih temsili mu, anda mesela. Ve thalith üçüncüsü teşbih olan galaz hakkında. Ne için bunu okşattı? Hoş emdi biz aldı bilen birinci mebhas. El mebhatul evvel. Birinci mebhas fi erkan-ı teşbih. Teşbihindeki erkanları hakkında. Erkan-ı teşbih erba'a. Teşbihin erkanları tuttur. Müşebbeh bih bu ikisi müşebbeh bih ikisi teşbihinin iki tarafiye de batılıdı. Demiş ki teşbihteki asasi rukun qasa müşebbeh bih boğalık için teşbihinin iki tarafiye de batılıdı. Tarafiye teşbihdir. Ve vecih şebeh. Üçüncüsü vecih şebeh. Dördüncüsü adat teşbih. Ve tarafan emdi. Bu iki taraf yani teşbihin iki tarafı yani müşebbeh bih boğalık iki taraf imma hissiyan ya hissi buludu. Yani hissiyan diyen gep bizdeki adatlı yani havaslı hamsi bilen yani külüş, anlaş, siziş, tutuş, puraş diyen, tetiş diyen sezgi azalarımız bilen bulanayımız, bilaleyimiz. Eskilip sizlerleyimiz. Müyle sizlerleydiğen nasip oldu. İşkiniz yani müşebbeh mu köz bilen kögül bulduğun, anlı bulduğun bir nasip oldu. Müşebbeh mu eskilip bulduğun bir nasip oldu. Mesela el-veraku nahu el-veraku kel-halili fin-nu'umeti diyen koşu mesela. Varak diyen demez, varak diyen ne çıkmaz. Varak diyen kağız. Diyen mevsim var. Yupurmak, darakның yaprak diyen mevsim var. Kümüş diyen mevsim var. Bir şeyde. Kaysi muvaffakasyon sana buluyor. Azıcık yupurmak da böyle yaprak. Yaprak. Yaprak yumuşaklıkta ne mi okşaydı o? İpek okşaydı o. Desek mesela bir şeyde varak diyen, yaprak diyen nersi bu ne? Köz bilen kögül bulduğun, koldu tutkulu bulduğun nersi? Hissi nersi? İpek diyen bu, köz bilen kögül bulduğun, koldu tutkulu bulduğun bu hissi nersi? Demek bir yerde hissi nersi okşadı. Bunda bulundu. Ve imma aklı yani bazı da tarafan yani teşbihin müşebbeh ikisinin akli buluşu mümkün. Akli yani his bilen kögül olmaydı. Bunların üzülü yakının maddesini demeler köz bilen kögül olmaydı, kulak bilen anlıklı olmaydı. Lakin nima aklı bilgili buldu. Mesela nahu el-cehlu kel-mevti diyen olsa mesela. Nadallık ülemge okşaştı. Dedik bir şey. Nadallık ülemge okşaştık. Nadallık diyende bir adam köz bilen kögül bulamdı. Kögül olmaydı. Kulakta anlıklı bulamdı, bağlamaydı. Lakin bunu esrini koyalımızda. Bir adam nadal olsa nadallığa ait yapılarını kılıyordu mesela. Lakin nadallık diyen bir dersin üzülü kögül olmaydı. Bu diyen pakatlam tesirini kögül bulduğun aslında ama muş akli nasıl buldu. Akıl bilen bilereyimiz bunu. Kel-mevt ülem diyen dersin üzülü görmeyimiz. Adam ile kaç kulak kaldı. Ölgen adam yüklememiz, ülem diyen her yüzümüzü yüklememiz de bu bunu da oturdu bu akli nasıl. Demek bazı da tarafan da paylaşım mümkün. Akıl ikincisi akli buluşan mümkün. Ve bazı da imam muhtelifan. Bir hissi bir akli buluşu mümkün. Mesela hulukuhu kel-atr. Onun ahlakı etrige okşaş. Etrige okşaş desek mesela ki ahlak diyen nima? Ahlak diyen akli iş. Akli. Bu hissi nasıl? Etir diyen çoğu hissi nasıl? Etir. Demek bir yerde
Aqli narsa nima o'xshatildi? Hissiy narsa o'xshatildi. Endi vajh shabah. Vajh shabah degan va vajhu shabahi huwa al-wasf al-khas. Endi vajh shabah degan nima desa? Vajh shabahni bizga nima qilyapti hozir? Ta'riflayapti. Vajh shabah degan vasf al-khas bir sifat. Ya'ni ikki taraf, ya'ni mushabbah bihidan iborat ikki tarafning o'rtoqlashishi maqsad qilingan xos bir sifat. Umumiy sifat bo'lmaydi, xos sifat bo'lishi kerak. Masalan, hidoyat fil ilmi va nur masalan. Ilm va nurdagi hidoyat deganga o'xshamasdan. Masalan, al-ilmu nurun fil hidoyati. Al-ilmu kan nur fil hidoyati desak, ilm xuddi bir chiroqqa o'xshaydi yo'l boshlashda. Xuddi chiroq kechida bizga yo'lni yo'ritgandek ilm hayot yo'limizni yo'ritib beradi degan bo'ldi. Bishadiki nur bilan ilmning har ikkisidagi xos bo'lgan bir sifatni keldi. Umum bo'lgan sifatlar bo'lmaydi. Ikkisidagi xos bo'lgan bir sifat nima? Hidoyatdir. Xo'sh. Endi masalan oy dedik masalan. Masalan fulanatun kal qamari desam, falonixon oyga o'xshaydi desam, bu yerda menda bir falonixon oyda yumaloq degan sifatni kelsa nima bo'lmaydi? Bu vajishma bo'lmaydi. Nimishqa? Yumaloq degan oyga xosma? Yumaloq asli. Shuning uchun shu oyga xos bo'lgan sifat qilish kerak. Bu sifat bo'lsa go'zallik. Demak, falonixon go'zallikda oyga o'xshaydi degan gap. Shu xos sifat degan tushundingizmi shunday gap? Va adat tashbih, adat tashbih o'xshatish vositasi deganimiz hiya al-lafzu alladhi yadullu ala ma'na al-mushabih. Ya'ni o'xshash ma'nosiga dalolat qiladigan so'zdir. Masalan, kafga o'xshash masalan, kaf, harfal kaf va ka'annaga o'xshash va ma fi ma'nahu huma degan o'sha ma'nosiga narsa masalan. Masalan, mithl, shabih, yashbahu, mumathil, tashabaha degandek fe'l ismlar masalan. Wal kafu endi kafniki alaylik va kaf bilan ka'annani o'xshamaydigan alayliklari bor. Kaf davomli nima? Mushabbah bihi yandishib kiradi. Kaf qachon davomli mushabbah bilan billa keladi. Masalan, Zaydun kal asadi. Asad degan mushabbah bima, shu mushabbah bilan billa keladi. Kaf. Bi xilofi ka'annani xilofidan. Ka'anna uni o'xshamaydi. Ka'anna davomli mushabbahga yandishib kiradi. Masalan, ka'anna Zaydan al-asad. Go'yoki Zayd yo'llas o'xshaydi. Shunga o'xshaydi desak, men ka'anna Zaydan al-asad. Lekin kafchu Zaydun kal asadi. Tushundingmi? Ikkisini ka'anna davomli bilan billa keladi, mushabbah bilan billa keladi. Kafchu mushabbah bilan billa keladi. Val kafu endi kaf yaliha mushabbah uni mushabbah bunda bo'ldi. Masalan, ka'anna surayya misalda ka'annaga misol keltiribdim edi. Ka'anna surayya rahatun tashburu duja litanzura tala al-laylu am qad ta'arrada deganda musha bir şey qaytgan bo'lsak, bu she'rga ka'anna degan tashbih, adat tashbihna keldi, surayya degan mushabbahga keldi. Bu yerda mushabbah bi xosi rahatun. Mushabbah bi yerda rahatun degan jumla, lekin mushabbahna xosi surayya. Demak ka'anna surayya bilan birga keldi, rahatun bilan birga keldi. Buning ana shunday ma'nosi ka'anna surayya degan osmondagi ukali yulduz. Osmonda bir 7 qaroqchi yulduz, 7 yulduz va davomli qilib chiqadigan 7 dan yulduz. Mushun ismi nima? Surayya deb ataladi. Endi surayya ukali yulduzi go'yoki rahatun degan gap bir olqonga o'xshaydi. Tashburu duja degan degan leyl kichini g'irishlayotgan. Tashburu degan g'irishlar bilan bunda g'irishlar o'lchayotgan. Litandura ta'ala al-laylu am qad ta'arada. Kecha uzun bo'ldimi yoki kecha qisqardimi? Kecha uzadimi yoki qisqardimi deb shuni qaraydigan bir kechini o'lchaydigan bir olqonga o'xshaydi ekan deydi. Chunki kecha uzoq vaqtida ulkan yulduzlar boshqa yerga chiqadi masalan. Kecha qisqargan vaqtida ba'zi boshqa yerga chiqadi-da, xuddi kechini g'irishlar manganda kelib bu yerda chiqadi ekan deb ulkan yulduzini xuddi bir nima uzunlikni o'lchaydigan bir g'irishqa metrga o'xshatgan sha'ir bu yerda. Va ka'anna tufidu tashbih. Ka'anna bu yerda tashbihni ifodalaydi. İza kana xabaruha jamidan. Endi ka'anna agar ka'annaning xabari jamid bo'lsa, ismi jamid. Bizda ismi jamid ism masdar deb nasab. Masalan, Zaydun desak nima? Ismi jamid. Asadun desak ismi jamid. Ammo rajulun desak ismi jamid. Ammo nima desak shu daribun, masalan, fa'ilun desak bu nima bo'lsa ism mushtaq bo'ladi, ism masdar. Tushundingmi?
ismi jamid bilan ismi masdar degan gapning farqi bor. Ismi masdar degan ismi mushtaq degan gap masdarni yelib chiqqan ismlar. Ismi jamid degan uchun bir narsani yelib chiqmagan. Rajul degandek. Endi bu inchki masala, ya'ni ka'anna, agar ka'annaning xabari ismi jamid bo'lsa nimani ifodalaydi? Tashbihni ifodalaydi. Agar ka'annaning xabari mushtaq bo'lsa, ismi mushtaq bo'lib qolsa, nimani ifodalaydi? Shakl ifodalaydi. Masalan, ka'anna Zaydan al-Asadu. Ka'anna Zaydan al-Asadu desam, Zayd go'yoki yo'l bosib desam, Asad degan nima ismi jamid. Ismi jamid bo'lganligi bu yerda tashbihni ifodalaydi. Ammo xabar mushtaq bo'lib qolsa, ka'annaka fahim desam, ka'anna Zaydan fahim desam, Zayd tushungandek turdi deymiz. Men aytganda Zayd tushungandek turdi shak, ya'ni ana ashukku fi fahmi Zayd. Zayd tushungan bo'lishi mumkin, tushunmagan bo'lishi mumkin. Zayd tushungandek turdi deb shakl ifodalaydi. Ya'ni agar ka'annaning xabari mushtaq bo'lsa, ya'ni jamoat bo'lmay, ismi jamid bo'lmay, ism mushtaq bo'lib qolsa nima bo'ladi? Bu fahim. Ka'annaka fahim, sen tushungandek tursan degan demak. Vaqad ba'zida fiil zikr qilinadi. Yumbi fiil zikr qilinib, tashbihdan xabar bo'ladi. Tashbihning odat tashbih yo'q bu yerda. O'qitish vositalari yo'q. Ammo yana tashbihdan xabar berish fiillar. Masalan, Alloh taolaning qavli o'xshash, "Idza ra'aytum hasibtum lu'lu'an mansura." Ya'ni ularni qachon ko'rsangiz, ularni xuddi chechilib ketgan marvoyitdek, marvoyit deb qolasiz. Ular qaraydigan bo'lsangiz, ularni ko'radigan bo'lsangiz, chechilib ketgan marvoyitdek o'ylab qolasiz deyapti. Mishada hasibtahum degan fe'lning o'zi zikr qilindi. Nima xuddi hasibtahum kal lu'lu'il mansur deb tushunishdi. Ularni xuddi chechib ketgan marvoyitga o'xshash o'ylaysiz. Lu'lu marvoyit. Marvoyit degan hamda inja deymiz. Inja deymiz hamda ve iza hudifat adat teşbih emdi. Qachonki adat teşbih hazf qilinsa ve teşbih vasitasi ve teşbihniki o'xshashlik tarafi hazf qilinsa, bu nima deb ataladi? Yusamma teşbihan balighan. Teşbih baligh deb ataladi. Masalan, ve ja'alna al-layla libasa. Biz kechini libas qilib berdik degan, ya'ni kechini xuddi kiyimdek qilib berdik. Nimada? Ay kal libasi fi satri. Ya'ni odamni yo'gashda kiyim o'xshash qilib berdik. Xuddi kecha kiyim odamning badanini yo'gagandek, kecha butun mahluqotlarni o'zining qorong'uligi bilan yopadi deb shunday tashbih baligh. Agar hammasi bo'lsa, bu nima tashbih, hammasi to'liq kelgan bo'lsa, bu tashbih mufassal bo'ladi. To'liq kelgan bo'lsa tashbih mufassal bo'ladi. Agar masalan vajh shabah hazf qilingan bo'lsa, bu tashbih mujmal bo'ladi. Tushundingmi? Agar hammasi to'liq kelgan bo'lsa, tashbih mufassal. Agar vajh shabah hazf qilingan bo'lsa, nima? Tashbih mujmal. Agar vajh shabah bilan adat tashbih hazf qilingan bo'lsa, nima bo'ladi? Tashbih baligh deb ataladi. İkinci mebhas, ikinci tekşürüş. Fi aqsam teşbih, bu teşbihin aqsamları, teşbihin kısımları hakkında. Yanqasimu teşbih. Teşbih iki tarifi itibarıyla müşebbeh bih tarifi itibarıyla dört kısmı bulunadu. Biri teşbihu mufradin bi mufrad. Mufradni mufradga o'xshatish. Sizlar buni tasvir nasafida o'qidingmi? Ya'ni yolg'iz bir narsani yolg'iz bir narsaga o'xshatish. Masalan, hada shay'u kal miski fi raiha. Bu narsa purak jihatda iparga o'xshashdir desak, nima bo'ldi bu yerda? Masalan, bu narsa purak jihatda iparga o'xshaydi desak, buni nima ataldi? Tashbih mufrad bi mufrad. Ma bir narsani, bu yolg'iz bir narsani ipar degan bir narsaga o'xshatdi. Endi bu tashbih murakkab bi murakkab, ya'ni murakkab degan jumlani bir jumlaga o'xshatish. Bir qancha narsani bir qancha narsaga o'xshatish deb aylanadi ikinchisi. Bi ay yakuna qanday bo'ldi desa, bu mushabbah ve mushabbah bihning har biri hay'atun hasilatun min iddati umur. Yani bir qancha ishdan hosil bo'lgan bir hay'at, bir ko'rinish bo'ladi. Ka qawli Bashsharning qawli o'xshash masalan, ka'anna musaran naq'i fawqa ru'usina va asyafana laylun tahawa kawakibu. Debdikan. Masalan, go'yoki musaran naq' degan gap chang tuzallarning qo'zg'alishi, chang tuzallarning harakatlanishi, qo'zg'alishi fawqa ru'usina bizning beshimizning ustida chang tuzallarning qo'zg'alishi va asyafana degan gap va mayatki vav maf'ul ma'ah degan vav ina. Ma'a masalan va asyafana degan bizning qilishimizdan billah. Bu bizning qilishimizdan billah bizning beshimizning tufistiki
chang tuzallarning qo'zg'alishi kendi go'yoki laylun tahava kavakibi degan gap yulduzlarga eqib tushishga boshlagan bir kichiga o'xshaydi. O'xshaydi. Tahava degan tasaqata degan gap. Ya'ni orqa-orqadan tushishga boshlagan. Ya'ni nima degan gap desa fa innahu mishada shoir shabbaha hayatal g'ubar. Yani chang tuzanning ko'rinishini va fi chang tuzandagi muzdariba degan harakatlanayotgan tarang-turang harakatlanayotgan qilishlarning ko'rinishini bi hayatil layli, ya'ni bir kichining ko'rinishiga o'xshatdi. Ya'ni u kichida yulduzlar oqmoq taraf-taraflardan, har taraflardan eqib pastga tushayotgan yulduzlarniki yulduzlik mana bir kichiga o'xshatdi. Demak bu yerda buni murakkab deymiz, tashbih murakkab bilan mufratniki farqi nima deganda tashbih murakkab dedikmi, faqat bir ma'noni tushunamiz. Bunda bir suratni, komil bir surat. Unda ayrim emas. Bu uni qo'shtirgan, bu buni qo'shtirgan demaymiz. Faqat shunda bir cho'ng bir gavda. Bir qancha narsadan tashqari bir o'xshatish faqatlam. Xuddi shu masalul ladina masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara degandiki munafiq masaluhum degan munafiqlarning misoli shunday bir komil bir surat kalami misol o'xshaydi deb deyadiki, musan tafsirida safida bizga ayrim o'xshash ayirib bergan edi. كأن مثال النقي مثلا ديكي مثال النقي فوق رؤوسنا أسيافنا ديان برمنج إيش ليل تهاوى كواكب هو ديان برمنج شقا وقشتد ديكن هم مثل مركب ديمز لكن بالكرونش مرات أيرم ناس لأمس وتشبيه مفرد من مركب عند بعض ده مفردنا يلغز من ناسنا مركب بوغان يعني بالجملة وقشت شولد مثلا كتشبيه الشقيقي مثلا بهيئة شقيق ديان قبل فلك إيش تغمر نور تشرب تغمر نور حسن يسندك من نور شقيق مثلا بهيئة أعلام ياقوتية منشورة على رماح زبرجدية يعني زبرجد بوغان بالنيزية زبرجد ينقب نما yeşil taş mermer taştın boğan neyzinin üstüge çigilgen yakuttu bayrakның ko'rinishiga o'xshatdi nimada shaqiqni. Shaqiq degan parlab turgan nurni deydi. Mishada nimaga tashbih mufrad. Shaqiq degan bir nur xuddi gul ochilgandek nur po'laklab ichilib tarqalib turgan bir nur bir mujinasiga o'xshatadi bu yerda. Alam, bayroq, tog', yaqut, nayza, zabarjat degan narsalarga o'xshatadi. Mushunda atiladi tashbih mufrad va murakkab deb atiladi. Va tashbih murakkab va mufrad ba'zida bir muncha narsalar murakkab narsani yolg'iz bir narsaga o'xshatish bor. Masalan, shoirning qavlidek: "Ya sahibayya taqassaya nazraykuma taraya wujuhal ardi kayfa tasawwaru taraya naharan mushmisan qad shabahu zahrur ruba fakannama huwa muqmiru." Musho she'rda shoirim degan ekan: "Ya sahibayya, ey mening ikki hamrohim, taqassaya nazraykuma" degan gap. Sizlarning nazaringlarni eng yuqori chekkaga yetkazinglar. Obdan qaranglar. Yaxshi qaranglar. Ya taraya wujuhal ardi kayfa tasawwur. Obdan qarasanglar, zaminning yuzlarini kayfa tasavvur qanday tasvirlanadiganligini, qanday suratga kiradiganligini, qanday holatga kiradiganligini ko'ralasizlar. Zaminga toz obdan qarasangiz, shunchalik qarasanglar, zaminning yuzini shunchalik bir chiroyli badiiy bir suratda ko'rasizlar. Taraya naharan mushmisan qad shabahu. Shunda obdan qarasanglar ko'rasizlarki, naharan mushmis degan gap optob chiqqan, kun noit uchiq bo'lgan, havo uchiq bo'lgan, optob chiqqan bir kunduzda qad shabahu, buni optob chiqqan kunduzga zahrur ruba degan gap, igiz havo salqin, igiz do'ng tupiliklarning havo salqin, chaharbog', eranbog' degandek havosi no'chi Toifdek masalan igiz yuzi. Havosi no'chi bog'larning gullari, chechaklari, yeshilligining nimaga aylashib qad shabahu degan holatdahu. Nimaga optob chiqqan kunduzga aylashib fakannama huwa muqmiru. Xuddi oydin kechida bo'lib ketganini ko'rasizlar. Obdan qarasam. Buni degan gap desa, ko'p kunduz deganda olam oppoq bo'lib turadi, kun chiqib uchish chiqqan kunduzda, havo uchiq bo'lgan kunduzda, bulut somon kunduzda olam noit ko'z ocholmaydigan holatda yo'q bo'ladi. Ammo ko'z ochiq bo'lmaydigan yerda yap yeshillik bog' Toifdagi bog'lardek masalan, yap yeshillik bog'lar bo'lib, yeshillik daraxtlar, yeshil narsa ko'p bo'lib ketsa, bu kunduzning nurini qanday aylantirib qo'ydi? Xuddi kechidek, nima oydin kechidek. Ko'ngil bo'lgan narsa lekin kunning chaqlab ketgan nurini bilan nima yeb ketadi? Yeshillikning qorliqi yeb ketib,
xuddi oydingiga o'xshab qoladi deydi. Demak, mushu ma'lum maqsad nima desa, murakkabni muflatga bir muncha narsalarni o'xshatib qo'ydi, faqatlam bir muqmir oydingiga o'xshatib qo'ydi, tushunarmi? Ya'ni masalan zaminning yuzlari, masalan oftob chiqqan kunduz va egiz tupulikdagi gul chechaklar hammasini aklab turib bir dona muqmir, ya'ni oydingiga o'xshatib qo'ydi. Buni nima deyilgan? Tashbih murakkab bi mufrad deb ataldi. Fa innahu chunki bu shoir ya'ni havo uchiq bo'lgan kunduzning hayitini egiz tupulik do'nglarning chahar bog'larining chechaklari bilan oylashib ketgan oydin kechiga oydishib ketgan havo uchiq bo'lgan kunduzning hayitini nimaga o'xshatib qo'ydi? Oydin kechiga o'xshatib qo'ydi. Va yanqasimu bi e'tibor tarafayn aydan ila al-malfuf. Hamda tashbih ikki taraf e'tibor, mushabbah bi e'tibor bilan ham nimaga malfuf va mafruq deb ikkiga bo'linadi. Malfuf, mafruq deb ikkiga bo'linadi. Malfuf deganimiz ayyuta bi mushabbahayni. Ikki mushabbah keltiriladi. Ikkidan ko'p mushabbah keltiriladi. Ondan keyin bi mushabbah biha degan mushabbah biha keltiriladi. Ondan keyin mushabbah biha keltiriladi. Masalan, buni nima ataladi? Bu malfuf deb ataladi. Mesela كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكلها العناب والحشف البالي. Abone demede okudan insan vardı o. Tefsir Nesefidi çıktı bu şiir. Tefsir Nesefidi çıktı. Unutuf kapıdan mı yakın oldu? Unutuf kapımızdan esnaf koydu. Yeni bir yerde teşbih melfuf diyen iki demek atıyordu o. İki müşebbeh atıyordu o. İki köp. Onu kendi şununla okşayıp yeni ikki tane müşebbeh bir hak ettirildi. Mesela goya ki kulubat degan gap qushning yuraklari ratban degan gap yo'l holatida, yengil bo'lgan holatida va yabisan degan gap qulib qolgan holatida lada vakriha degan haliq uchoqliq, ya'ni burkutning uvusining oldida al-unnabu wal hashaful bali goya ki chilan va qulib qolgan nachar xurmoga o'xshaydi deydi. Unnab degan chilan, hashaful bali degan quruq xurmoga o'xshaydi. Ya'ni yengil yuraklar chilanga o'xshaydi, qurib ketgan yuraklar nachar xurmoga o'xshaydi. Mishada qulubat tayri degan ratban va yabisan, ya'ni qushning yuragining ho'lligi, yengilligi va qurib qolgan holati ikki dona mushabbah keltirdimi? Uni keyin ikki dona keltirdi. Unnab degan chilanni va hashaful bali degan nachar xurmo degan ikki mushabbah bilan keltirdi. Demak, bu shunday batilgan shu tashbih melfuf. Feyne o şebbehat tali çünkü bir şair ratib degan höl yeni bo'lgan yurakni qushning yuragidan chilanga o'xshatdi. Quruğini, ko'nab ketgan quruğini nachar xurmoga o'xshatdi. Chilan deganiz. Chilan degan bir jigdiga o'xshaydigan qizil bir narsa. Chilan degan o'zi jigdiga o'xshaydigan qizil bir narsa. Xurmoga o'xshab qoldi, qizil, yangi qizil. Bizniki vatanlarda bor. Vel mafruq degan ayyuta bi mushabbahin ve mushabbahin bih. Mushabbahni ve mushabbah bihni keltirilishi. Thumma akhir ve akhir. Mushabbah keltirildi, mushabbah bihni keltirildi. Ondan keyin yeni bir mushabbah bih keltirildi. Bir mushabbah bih. Bir mushabbah bih. Bu da mafruq. Ama mafruq degan bir yo'lam keltirildi. İki tane mushabbah bir, iki mushabbah bih bir keltirildi. Mafruq tuchu bir mushabbah bih, ondan keyin bir mushabbah bih. Bu da keltirildi. Masalan النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم. النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم كالعنم اسمه طيب. مشات مشير قاعد غموساق النشر ديجان جاب مسكن. Yani bu mehbubalarning, bu ayollar, bu chiroyli qizlarning tarqib turgan narsa nima? Bulardan tarqilib turgan puroq yit misk go'yoki nima? Ipar, misk ambar. Vel vujuhu degan bularning yuzlari, ya'ni bu mehbubalarning yuzlari dananil go'yoki tillaga o'xshaydi. Tilladek go'zal, tilladek yumaloq, tilladek nima? Chiroyli. Tilla degan dinar. Oltin pul. Ve etraful ekuffi anam degan gap bularning alqonlarining atroflari degan gap barmoqlari xuddi anam daraxtiga o'xshaydi. Ya'ni anamda bir qip-qizil bir daraxt bor. Anamda qip-qizil bir xina yasaydigan bir qizil daraxt bor. Bularning barmoqlari hammasi anam daraxtining shoxlarida qip-qizil deb sifatlagan ekan. Bir shoirning birisi bir ayol, go'zal ayollarni.
Ve biz güzel ayağını sıfatlaşıp gelmemiz bir yerden maksat til okuştuşa. Bir yerden ne adı o? Bir yerden en neşru deb ne geldi? Müşebbeh ne geldi? Miskun deb müşebbeh bihi geldi. Unken vucuh deb müşebbeh ne geldi? Denanir deb müşebbeh bihi geldi. Etraful ekf deb müşebbeh ne geldi? Aynem deb müşebbeh bihi geldi. Müşin deb atılırken teşbih mefruh deb atılır. Ve in taaddedel müşebbeh. Eğer müşebbeh köp olsa, müşebbeh biyemez, müşebbeh köp olsa bu summiye teşbihat tesviye deb atılır. Müşebbeh az, müşebbeh bir köp bulup kalsa teşbihat tesviye deb atılır. Mesela sudugul habibi ve hali kilahuma kelleyali. Benim habibimnin çikisi, sudug demiye, maçaç. Sudug diye içki manası bir manada çike, yine bir çike dikiymiş, manlay çaç. Bu şu iki manası var. Benim habibimdeki manlay çaçı ve hali benim halim kilahuma her ikisi kelleyali. Kiçi okşaydı deydi. Qanday gap desa, ya'ni mening habibimning manlay çaçı qapqara, qapqara. Mening ahvolim, ya'ni habibimning ishtiyoqida kuyib ketgan ahvolim xuddi kumadagi yurgam deyman. Yurgam kuyib, kul bo'lib ketdim, qora kumaga o'xshab ketdim. Yoki mening ahvolimni xuddi kichiklikda bir narsa belgilamagandak, men ahvolimni belgilamaydigan holatga kelib qoldi. Mening ahvolim habibimniki checha qarkan, mening habibimning checha kichik o'xshaydi, mening ahvolimni kichik o'xshaydi deydi. Demak, bu yerda ikki dona habib bilan hali mushabbah ikki, layali mushabbah bir. Buni deb atalgan tashbih tasviya deb ataladi. Ve in ta'addada al-mushabbahu bihi dun al-mushabbah. Eğer mushabbah bi emas, mushabbah bi ko'p bo'lib qolsa bu summiya tashbihal jam' deb ataladi. Bu tashbihal jam'. Eğer mesela ka'annama yabsimu an lu'lu'in munaddadin aw baradin aw aqah. Deb mesela go'yoki bu mahbubam yabsimu an lu'lu'in shunda tabassum qiladigan bo'lsa, yabsim tabassum degan bu. Tabassum qiladigan bo'lsa, nimadan tabassum qiladi? Lu'lu marvayit yani jamshuk. Marvayit tabassum qiladigan bo'lsa, og'izdan marvoy chechigandek, do'rlar chechigandek bo'lib ketadi. Kishilarda nima o'xshaydi demakchi? Marvayit o'xshaydi. Marvayit sadafdek oq. Munaddad degan xuddi tizilgan yani tiziqqa tizilgan marvayitga o'xshash. Aw baradin shunday kulib tabassum qiladigan bo'lsa yoki shu tizib qo'yilgan bir tiziq marvayitga o'xshash chiqadi buning tishi yoki aw baradin osmondan yoqqan mo'ldirlik suzuk. Osmondan yoqqan mo'ldirlar, muz, mo'ldirlardek tishlar shunday suzuk. Aw aqah yoki bu nimaga o'xshaydi? O aqahga o'xshaydi. Aqah degan gap bir nurning ismi hamdi. Xuddi shu og'izdan chiqadigan bir bunda chechilib turgan nur. Aqah degan uni og'izdan chiqqan tishlarining yaltirab turgan nurlari bunda chechilib turgan nurga o'xshaydi. Hasan Hüseyin'e o'xshaydi desam bo'ldi o'zi. Endi va yanqasimu bi i'tibari demak bu yerda nima demakchi bizning maqsadimiz shuni ma'nosi emas. Maqsadimiz nima? Ya'ni mushabbah bi yerda ko'p. Lu'lu munaddad barad aqah deb shu bir muncha narsani bir donasiga o'xshatdi nimaga? Faqatlam mahbubuniki tabassum qilgan holatidagi kishiga o'xshatdi faqatlam. Va yanqasimu bi i'tibari vajhi shabahi ila tamthil. Endi vajhi shabah e'tibori bilan vajhi shabahniki vajhi shabah e'tibori bilan temsil ve gayri temsil deb ikkiga bo'linadi tashbih. Fa temsil mesela tashbih temsili deganimiz ma kana vajhuhu muntazi'an min mutaaddad. Ya'ni bir qancha narsadan, ya'ni vajhi shabah tashbih bilan mushabbah bilan o'xshashlik tarafi bir qancha jihatdan bo'lsa, bir qancha jihatdan mojihatdan o'xshagan bo'lsa, bu tashbih temsili deymiz. Masalan, ka tashbihi surayya bi unqudil inabil munawwar. Masalan, bir odam surayya degan nima? Yoki ukal yulduzi mesela, osmondagi ukal yulduz yoki osmi chiroq tindil, yoki uydagi osmi chiroq ochilgan. Ya osmi chiroq yoki ukal yulduzi. Ukal yulduzini bir odam o'xshatibdi, xuddi nurliq üzüm sepiga. Bir sap nurliq üzüm. Her bir sepi yenib turadigan bir sap nurliq üzümga o'xshatgan bo'lsa, ukal yulduzini mushunda batuladi. Nimaga? Yani tashbih temsili deb ataladi. Nimishqa? Bir qancha jihat o'xshaydi-da. Masalan, sura unqud Suriyaning shakli xuddi üzümning sepiga o'xshaydi, üzümning sepiga. Unga inab, üzümdek bir qancha ko'p narsa tarkibda bo'ladi. Unga nurva. Xuddi shu qandil chiroq bo'lsin yoki osmondagi ukal yulduz bo'lsin o'xshash bir qancha narsa tarkibda bo'ladi, nurva shakli üzümga o'xshaydi-da. Shunga mo'yla o'xshatganini deb ataydi buni temsil, tashbih temsili deb ataydi. Va g'ayri temsil, hamda tashbih g'ayri temsil deb ataladi, malaysa kadalik, yuqoriga o'xshamasa. Mesela tashbih najmi bid dirham.
Yulduzni tanga o'xshatib qo'ygan bo'lsa, yulduzni tanga o'xshatgan bo'lsa, buni nima deymiz? Tashbih. Xuddi tashbih mufrat, tashbih murakkabga o'xshaydi bu ikkisida. Ammo tashbih murakkabda bir qancha narsa bor. Lekin tashbih ma u tamsil, g'ayr tamsil deganda biz nima qilamiz? Vajh shabah qilamiz. Vajh shabah bir qancha jihatdan o'xshasa, tashbih tamsil. Ammo bir jihatdan o'xshasa nima? Tashbih g'ayr tamsil bo'ladi. Yani bu itibar bilan mufassal, mujmal deb ikkiga bo'linadi. Birinchisi mufassal, tashbih mufassal deganimiz bunda vajh shabah zikr qilingan. Masalan, va thagruhu fi safa'in va admu'i kallali. Va thagruhu bunun tishi, thagr degan gap eg'izdagi, thagr tishi suzuklikda va admu'i va mening yoshlarim suzukda kallali marvayatga jamshukka o'xshaydi, marvayatga o'xshaydi. Uniki tish eg'izdagi tishlari suzuklik, oqlikka suzuklikda. Meniki yoshlarim suzuklikda nimaga o'xshaydi? Marvayatga o'xshaydi desak, bularda nima degan bo'ldi? Vajh shabah zikr qilindi. Fi safa'inda vajh shabah zikr qilindi. Mushinda batiladi. Mush birinchisi tashbih mufassal deb ataladi. Vajh shabah zikr qilinsa, tashbih nima? Mufassal bo'ladi. İkincisi tashbih mujmal. U nima desa, ma laysa kadalik. Ya'ni vajh shabah tilg'ilinmagan. Masalan, an-nahwu fil kalam kal milhi fit ta'am. So'zdagi grammatika tamoqdagi tuzga o'xshaydi. Tamoqdagi tuzga o'xshaydi. Xuddi tamoqqa tuz selinmasa tamoqning ta'mi o'xshamagandek, söz grammatik haiz bo'yicha aytilmasa, bu so'zniki labzi nima qilmaydi, chiroyli, yaxshi chiqmaydi. Va yanqasimu bi itibari adat. Demak, buningda tashbih mujmal deb ataldi, maqola ustida. Endi buniki adat tashbihniki vositalar e'tibori bilan yana tuvandikilar muakkad va mursal deganlarga bo'linadi. Masalan, muakkad deganimiz va huwa ma hudifat adatu. Yana agar bir tashbih jumlada tashbihda tashbih vositalari hazf qilingan bo'lsa, bu tashbih muakkad bo'ladi. Ya'ni huwa bahrun fil judi. Ya'ni u kishi maklikda dengizdir desa, kal bahri demak, kap hazf qilindimi, bu nimani ifodalaydi? Tashbihning ta'kid kuchli ekanligini ifodalaydi. Tashbih muakkad deb ataladi. Va mursal, tashbih mursal deb ataladi. Va huwa ma laysa kadalik. Ya'ni mursal degani ya'ni ta'kid nima qilingan, ta'kidlangan, mutrak degan, matruk ya'ni. Qo'yib berilgan degan gap ta'kidlanmagan. Va huwa ma laysa kadalik uni o'xshaydi. Masalan, huwa kal bahri kalaman. U nima degan matlikda nimaga o'xshaydi? Dengizga o'xshaydi deb kap keltirilgan bo'lsa, tashbih mursal bo'ladi. Va minal muakkadi ma udifa va amdi mushabbah bi mushabbahga izofat qilingan tashbihlar bor. Bu muakkadning qatoridan. Bu yamanchiq keladi aynan. Kitoblarda muqaddimalarda musanniflar davomli izofat qilib ham tashbih qiladi. Masalan, o'tgan masalan Sulamul Munawwara idahul mubhamning 5-da to'xtamay inda keltirdi masalan. Ya'ni izofat qilib. Nima bilim osmonida u deb bizga izofat qilib keltirilgan. Mana mushuma nima tashbih muakkadning qatoridan. Masalan, va rihu ta'bathu bil ghusuni wa qad jara dhahabu al-asili ala lujayn al-ma'i. Degan bu she'r qaraydigan bo'lsak, mishada va rihu ta'bathu bil ghusuni wa qad jara dhahabu al-asil degan dhahabu al-asil nimaga mushabbah bi asil degan mushabbahga izof qilindi. Ala lujayn degan mushabbah bi al-ma' degan mushabbahga nima izofat qilindi. Ya'ni ma'nosi shayning ma'nosi va rihu shamol ta'bathu bil ghusun. Daraxt shoxlarini o'ynaydi. Ta'bathu degan harakatlantiradi, o'ynaydi. Va vaqad holbuki qad jara dhahabul asil. Asil degan nima? Asil degan asrdan keyin kun kitib bo'lgan vaqt orliq. Shu orliqdagi asrdan keyingi kun bitishdan oldidagi shu vaqtning zahab degan gap, zahabu degan gap nima? Ya'ni xuddi oltinga o'xshaydigan sariqligi. Ya'ni quyosh shu holatda qanday bo'ladi? Sariq holatga keladi. Oq holatdan sariq holatga kelib, quyoshning nuridan bo'lib qoladi, ojizlab qoladi. Ya'ni shu asrdan keyingi holatning xuddi oltinga o'xshaydigan kazahab, ya'ni sufratuhu kazahab. Shu vaqtdagi quyoshniki oltinga o'xshaydigan sariq holati ala lujaynil ma degan gap, demak jara zahara ma'nosida oshkor bo'ldi. Ya'ni kal lujaynil ma degan gap kal ma'i nima kal ma'i nima ya'ni suv al-ma'i kal lujayni. Lujayn degan fidda, kumush. Xuddi suzuklikda, oqliqda nimaga o'xshaydigan? Kumushga o'xshaydigan suvga degan bo'ldi. Lujayn nima degan gap? Al-ma'i al-ma'i kal lujayni degan bo'ldi bizadiki. Xuddi kumushga o'xshaydigan suvning ustida oshkor bo'ldi deydi. Ya'ni tushdan keyin
Asrdan keyin shamollar, mayin shamol chiqib turib, daraxtlarni aylantirib, daraxtlarning shoxlari so'g'ib bir tigib turdi. Quyoshning sho'lasi va daraxtlarning sho'lasi suv yuziga, oppoq suzuk suvga tushdi demak ekan. Yoki quyoshning siriq sho'lasi kunning yuziga nima qildi? Suzuk suvniki ustiga tushdi demak ekan. Tushunarmi? Ma'nosi shu. Endi bu yerdagi bizga lozim bo'lgan yana nima desanglar, bu yerdagi mushabbah bihni mushabbahga izofat qilish. Zahabul asil lujaynil ma'dab izofat qilib shuni tashbih muvakkadni qatarimiz. Kitobning bir bakjiq chiqdi bu. Unda o'g'anni qanday qilamiz? Buni men aytganda o'ngshab mushabbahni beshiga chiqamiz. Mushabbah bilan keyinga kelamiz. Uni keyin kapni ma'no etamiz. Masalan, zahabul asil nima deymiz? Al asili kaz-zahab. Lujaynil ma'ni chu al-ma'i kal-lujayn deb ma'no etamiz. Shundan bugungi darsimiz oxirlashdi. Alhamdulillah.